Kurkalar haqida bu ma'lumotlarni bilib oling. Kurkalar bugungi ko'rinishi yovvoyi qushlar evolyutsiyasi natijasida olingan. Ularning eng yaqin ajdodi Milagris gallopavo, Shimoliy Amerikadagi yovvoyi kurka hisoblanadi. Kurkalar taxminan 2-3 ming yil avval xonakilashtirish boshlangan. 15-asrda ispanlar kurkani Yevropaga olib borgan va u yerdan butun dunyoga tarqalgan. Ko'pchilik qushlardan farqli ravishda kurkalar ranglarini juda yaxshi ajrata oladi. Hatto odamdan ham kengroq rang spektrini ko'radi. Kurka boshi va bo'yni qizil, ko'k yoki oq rangga kirishi mumkin. Buning sababi jahli chiqqanda, qo'rqqanda juftlashish paytida bo'ladi. Yovvoyi kurkalar juda tez uchadi. Uy kurkalar deyarli ucha olmaydi, lekin yovvoyi kurkalar 80-90 km/soat tezlikda ucha oladi. Tovushi juda murakkab. Kurkalar 20 dan ortiq turli tovush chiqaradi va har biri alohida ma'noga ega. Xavf, chaqiriq, g'azab, juftlashish. Kurkalar qadimda muqaddas qush bo'lgan. Maya va Azteklar davrida kurka muqaddas va marosim qushi hisoblangan.